Hozir men Xolmuhammad Mahmude ushbu barnomaning mujrisi. Yana ham sizlarni bir qisqa guzarishga xush kelibsiz deyman. Taxor viloyatining Rustoq o'lsuvolligidan bir qisqa guzarish. 4000 dan ortiq o'tmishlari, 166 sho'rolari va 200 mingdan ortiq nufuslariga ega bo'lgan Taxor viloyatining eng katta ulusvorliklaridan biri ham ana shu Rustoq ulusvorligidirki, eslatma ulusvorlik esa Kunchiqar tomonidan Badaxshon viloyatining shahri buzurg ulusvorligi, Kunbator tomonidan ham Taxor viloyatining Dashti Qala va Xojag'or ulusvorliklari, o'ng tomonidan ham eslatma viloyatining Hazor Sumuchu Kalafgon ulusvorliklari va janubu chap tomonidan ham Choob ulusvorligiga chegaradoshdir. Rustoqilar o'zi tarix, o'tmish va farhanglarini hozirga qadar ham unutmay va halida ham undan ish olib bormoqdadirlar. Soqilat o'zi eski o'tmish va farhanglarga egadir va u barchalaridan biri ham ana shu to'yu tomoshalardirki, ular haligacha ham uning unutmay va unga davom berib bormoqdadirlar. Bulardan ham kechib o'tsak, mana otangan ulusvorlikning yonida qaror topgan eng katta o'zbeklar yashadigan mahalla va qishloqlaridan biri ham o'sha Siyob otli qishloqlaridirki, 5000 dan ortiq o'zbek oila va uylari ham unda yashab, hozirga qadar ham biron sihi kelniki va hamda ichadigan sihi suv, tuzuk yo'l va maktablarga ega bo'la olgan emasdirlar. Choriq kiyamiz, chapan kiyamiz, ana ko'rdingiz ana mayda bachani falan chapan ustiga so'yib, ana bir tedona bu birodarlarda chapan ham rivoj so'yib bizga. Hozir ham mavjud so'yib rivoj mardim to'qiydi, masalan, qolun, qob. Bar rusimoy o'zbekini bar falan barhol so'yib qonlar. Buni so'yib taxminan shorga 5000 xonamiz. Ana bir xil xonalar so'yib ziyod mushkullar bor, qariyalarimiz bor, Yafiri deydi, Xigova deydi, Qudurahmat va g'ayra qariya mavzu, qariya Qarako'zimiz bularga taniz maktab jo'r bo'lgani yo'qsa. Endi kilnik ichadigan kilnik ham yo'qsa, suv ham bor, ko'p kam. Ayse bir xil qariyamizga suvdan vujudi yo'q. Bir choy urgan bir 20 xona, 30 xonaga bir choy barrasi ham qilmaydi. Ayse ana mushkulotlarimiz bor, bu mushkulotni shu madrasani mana o'zingiz barhol ko'rdingiz, mana shu ro'baru 5000 xona berga taxminan namoz o'qiysi, birga masjidimiz 100 albatta taxminan 100 yil bo'lgandiki, e'mor bo'lgani. Mushkulotlar mardum ko'rsa, birab barf bo'ronga agar qavmlar yig'ilsa, daxil masjid bo'lsa, mana berundan tovon bizgacha mardum shu yo'g'ini qotishgan bo'ladi. To the town, to the